Saidumar aka, o'zimni tovarlarimni do'stimni omborida ijaradan shartnoma qilmasdan foydalansam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ijaradan ro'yxatdan o'tkazmasdan tovar moddiy boyliklarini saqlagan taqdirda, soliq organlari tekshiruv o'tkazgan taqdirda ushbu soliq solish nuqtai nazaridan omborda mavjud bo'lmagan tovarlar sifatida qaraladi va o'z navbatida jarimalar va qo'shimcha soliqlar hisoblanishiga sabab bo'ladi. Misol uchun bitta tadbirkorlik subyekti 5 ta firmasi bo'lgan, bitta firmasida asosiy ombor sifatida katta joyi ijaraga olib foydalangan, qolgan firmalarda tovarlarni saqlab kelgan. Soliq organlari ushbu tadbirkorlik subyektining 4 ta firmasiga ijara shartnomadan ro'yxatdan o'tkazmagani uchun juda katta miqdorda soliqlar hisoblagan. Lekin shu hisoblangan soliqlar amaliy yordam ko'rsatish davrida bartaraf qilingan. Shunaqa amaliy yordam olish uchun kimga murojaat qilish? Bizga murojaat qilish mumkin.